Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga soft sensitive va soft fresh gigiyena gellaridan to'g'ri foydalanish to'g'risida aytib beraman. Ushbu vositalar intim sohaning tozaligi va sog'lig'i uchun mo'ljallangan vositalar hisoblanadi. Hozirgi kunda ko'pchilik ayollar intim gigiyena uchun oddiy sovun yoki tana gellaridan foydalanib kelishadi. Biroq bunday vositalar pH muvozanatini va qandagi mikrofloralarni muvozanatini buzilishiga olib keladi. Natijada esa achishish, qichishish va qurish kabi belgilar paydo bo'ladi. Mikroflora balansi buzilganda esa noxush hidlar va har xil ajralmalar kelishi paydo bo'ladi. Uzoq davom etgan noto'g'ri parvarish esa kandidoz yoki sistitga olib kelish holatlari kuzatiladi. Soft sensitive gelimiz esa aloe, kalendula ekstraktlari bilan boyitilgan bo'lib, nozik teri uchun mos, tinchlantiradi, achishish, qichishishlarni kamaytiradi va namlik beradi. Soft fresh esa evkalipt, yashil choy ekstraktlari bilan boyitilgan bo'lib, kun bo'yi sizga tozalik hamda yengillik hissini beradi va shuningdek antibakterial ta'sirga ham ega hisoblanadi. Har ikkala gel tarkibida sut kislotasi mavjud bo'lib, u asosiy muhim himoya vazifasini bajaradi. Bakterial vaginoz va kandidoz holatlarida esa antibakterial to'siq yaratib beradi. Shilliq qavatning qayta tiklanishiga va normal mikroflorani qayta shakllanishiga yordam beradi. Shu bois intim gellar nafaqat gigiyenik tomondan tozalovchi vosita, balki intim sohadagi sog'liqni ham saqlashga yordam beradi. Foydalanish juda oson. Kichik miqdordagi gelni intim soha terisiga surting, yumshoq harakatlar bilan ko'pirtiring va iliq suv bilan yuvib tashlang. Har ikkala gel har kuni qo'llash uchun mos. Ushbu vositalar faqat tashqi qo'llash uchun mo'ljallangan. Ko'zga tushishdan saqlaning. Agar gellardan foydalanayotgan paytingizda sizda achishish, qichishish kabi belgilar yoki allergik reaksiyalar kuzatilsa, uni darhol to'xtating. Soft sensitive va soft fresh intim gigiyenik gellarini kundalik parvarishingizga qo'shing va har kuni siz tozalik, yengillik hamda o'zingizga bo'lgan ishonchni his eting.